Hozir biz Torino jamoasiga qarshi o'yin o'tkazmoqdamiz do'stlar. Portada Milowski, Mariban Choko, xullas zo'r o'yinchilar bor. Do'stlar. Va bizning jamoa Fulton, Gradit Bazzella, Vesino Diaz, Viniciuslar yaxshi o'ynaydi. Atakaga qo'yib o'ynaymiz. Vinicius to'pni olmadi. Sousa yo'q, bo'lmadi u ham. Vesino olib qochyapti to'pni do'stlar, olib qochmoqda Vlachich. Oppale, mana bu yerda xato. Vlasichdan to'pni olib qo'ydik. Vinicius hujumni boshlab bermoqda. Greenwood, Diashdan noaniq pas va Vartaman o'z joyida. Va tepib yubordi, Graditga yubordi. Vinicius tezligini oshirmoqda. Ajoyib zarba va Vartabonga bu yerda zo'r deymiz va Greenwood biyar qanday tryuk qilmoqchi edi hozir. Diash yiqilib tushdi va mana vaziyat, ammo Vartabon o'z joyida do'stlar. Ajoyib o'yin bo'lmoqda, qiziqarli. Va Vesino biyardan zarba gol do'stlar. Biyar gol urdi, biyar gol urmoqda va yutish uchun shu yerga keldi. Vinicius to'pni chalg'itib oldirib berdi. Va pas Sousa esa Greenwoodga pas, Greenwood esa Diashga pas, ammo Greenwood ofsaydda ekan. Mitrovskiy, Maripan do'stlar, Maripan ham o'ynamoqda. Ajoyib formada desam ishonmanglar, men qatdan taniyman uni Maripanligini. Pas Vesino, Greenwood, mana bu kombinatsiya va Vinicius to'pni oldirib qo'ydi. Milonovic Biyar gol muallifi. Adams ajoyib pas, ammo u yerda hech kim yo'q edi. Greenwood pas Vini Sousaga, Sousa esa Diashga, Diash esa Greenwoodga, ammo to'pni oldirib qo'ydi Maripanga. Va uglovoy do'stlar, burchak zarbasi. Greenwood va Bronston ajoyib tryuk, ammo bu gol kirmadi. Gol kirganda qanday ajoyib gol bo'lardi. Mana bu vaziyat, ammo ne gol emas. Birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi va komandalardan kimni Hodjbergni Biyar ustida qo'yamiz. Greenwood Bandan o'rniga almashadi. Kelly Bransning o'rniga almashadi. Puriel esa Viniciusning o'rniga yaxshi o'ynayapti. Va o'yinni qilamiz. Hammasi bo'lib 4 o'zgartirish va bitta o'zgartirishimiz qoldi. Bandadan ajoyib pas Purieldan Sousaga pas. Sousa qanday buzildi qo'ydi. Va mana bu aniq va qizil do'stlar. Qizil birga bir vaziga chiqib ketganligi uchun qizil bergan edi shekilli. Diash tepmoqchi ekan, ammo buni biz Hodjbergga beramiz. Hodjberg yaxshiroq tepadi. Yo'q, bizga Chapaqay kerak edi. Afsuski Chapaqay emas. Hodjberg ozgina qatidi do'stlar va mana bu vaziyat. Shunday vaziyatdan foydalanib qola olmadik-a. Diash ajoyib zarba berdi Diashdan. Top Kellyga, Gradit to'pni shunchaki olib qo'ydi va Vartaban o'z joyida. Hisob hali ham 1-0 do'stlar.
Pazella to'pni uzoqlashtirib yubordi. Banda to'pni uzoqlashtirib yubordi desam bo'lmaydi. Puyol Vesinoga bas, voy! Qanday kombinatsiya va Vesino Vartabonni joyida yana bir bor. Ancha yaxshi o'ynamoqda Vartabon. Bu o'yinning eng yaxshi o'yinchisi ham ulardan. Ulardan eng yaxshi o'yinchisi menimcha Vartabon bo'lsa kerak. Goalkeeper. Gradit to'pni oldirib qo'ymadi. Banda, Puyol, Hochberg, Diash, Shtanga, Sosa. Ajoyib tryuklar qilinmoqda do'stlar. Ammo hali ham shot va hisob 1-0. Kellidan xato, ammo Pazella orqada edi. Hochberg, Banda, Puyol allamoqchi bo'ldi, ammo ololmadi. Diashdan ajoyib Vesino va Vartabon save qilmoqda. Graditdan ajoyib pas, Puyoldan Bandaga pas, Bandadan esa Puyolga pas, Puyoldan noaniq tepish. Koko Pazella yana bir bor hujumni boshlab bermoqda. Hozir u assist qilishi mumkin, ammo Vartabonga tepmoqda. Vartabon to'pni ushlab olmoqda. Va to'p outga chiqib ketadimi yoki Kelli saqlab qoladimi? Kelli saqlab qoldi. Fulton tepib yubordi. Kuto bu tomonga tepdi. Puyol mana birga bir vaziga chiqib ketdi do'stlar. Va gol ura oladimi bu? Puyol yosh, ammo bu Uglovoy. 90-daqiqa do'stlar. Diash to'pni kiritib berdi. Hochbergdan tryuk ko'rmoqchi edik. Bugun tryuklar ko'p bo'ldi. Gol urisha olmadi ham. Va o'yinni tugatadimi? Yo'q, hujum boshlanmoqda. Boshlanmoqda, tugamoqda. O'yin tugadi endi. Tugadi do'stlar. Hammaga xayr, omad tilayman sizlarga do'stlar. Omad hammaga. Ana aytganimdek, ularning Vartaboni va bizning Vesino yaxshi urmoqda ekan. Bitta assist qilgan do'stlar, bitta assisi bor. Narusheniyalar ular ko'proq qilgan ekan, ammo biz ustunlik qildik. Hammaga xayr.